Futbol tarixidagi eng katta agar qaysi ekanligini bilasizmi? Siz obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Men aynan shu haqida gapiraman. Agar Neymar Junior jarohat olmaganda nima bo'lardi? Biz hozir Ronaldo yoki Messi goat emas, aynan Neymar goat deyotgan bo'lmasmidik? Braziliya degan tomonlarda 17 yoshidayoq butun Braziliyani o'ziga qaratgan, keyinchalik esa butun dunyoni o'ziga qaratgan bir yulduz chiqqandi. Uning ismi Neymar Junior. 17 yoshidayoq Santosning asosiy o'yinchisiga aylanib, millionlagan odamlarni o'z driblingi bilan o'ziga oshufta qilgandi. 21 yoshidayoq o'z jamoasiga Libertadores kubogini yutib bergan yigitchani endi bo'ldi, mana yangi Pele deb yuborishdi butun muxlislar. Biz hozir Lamine Yamalning natijalariga qanchalik hayron bo'lib qaramaylik. Neymarning o'sha paytdagi statistikasi unikidan yaxshiroq. Oradan 2 yil o'tib, tom ma'noda katta yulduz bo'lib Barselonaga transfer bo'lgan bu yigit yillar mobaynida o'zi izlab yurgan sheriklarini topdi. Messi va Suarez bilan ular shunaqangi darajadagi qo'rqinchli trioni tashkil qilishdiki, faqatgina raqiblar ular bilan birga maydonda bo'lmaslikni orzu qilardilar, xolos. Barselona klubi esa bu transferdan faqat foydada bo'ldi. Futbolda yutish mumkin bo'lgan barcha sovrinlarni Neymar Junior bilan birgalikda yutgani yetmagandek, uni rekord summaga PSJga transfer ham qilib yubordi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, bu Neymarning va futbolning eng katta xatosi bo'lgan ekan. U braziliyalik bolalarga yana orzu qilishni o'rgatdi. Stadionlarni oyoqqa turg'izdi, millionlagan muxlislarni o'ziga oshiq qildi. Ammo tarix uni oltin to'p yutgan yoki jahon chempioni sifatida emas, hech qachon toj kiya olmagan qirol sifatida eslab qoladi. Ladies and gentlemen, the FIFA Ballon d'Or 2015 goes to Lionel Messi. I think that love you high sometimes, like the stars, it's the sun.